Hozir sizlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan bir nechta videolarni tomosha qilamiz. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Ekranlaringizda ko'rib turgan bu videoda Rossiyaga kelgan o'zbekistonlik bir migrant Rossiya fuqarosi bo'lgan 14 yoshli qizga ishqiy munosabatda har xil pornografik rasmlarni tashlab, har xil so'zlarni yozgani uchun politsiya tomonidan qo'lga olindi. Как зовут? Бекзод Расул, Бекзод. Сколько тебе? 2003. Лет сколько? 13. По-русски говори. Не знаю. Mana o'zingizni ko'rib guvohi bo'layapsizlar. Qo'lga olib, bu bolani olib ketishdi. Endi bundan buyog'iga bu bolani ahvoli, holi nima kechadi, o'zingizga ayon pedofil sifatida hozir Telegram gruppalarda tarqatilyapti. Oddiygina Telegramda yozishib tanishaylik degan, oddiygina emas, pornografik rasmlarni ham tashagan. U rasmlarni tashlash uchun YouTube qonun qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun kommentariyani boshiga Telegram silka qo'yaman. Ana o'shanga o'tib bemalol ko'rishingiz bu mumkin, bu bolani yozishganlarni. Hammasi o'z isbotini topgandan keyin bu bolani ushlab olib ketishyapti. Nima uchun xulosa chiqarmaysizlar Rossiyaga kelgan aka-ukalar? Mana shunaqa videolarni juda ko'p qo'yaman. Ko'ringlar, o'zingizga xulosa chiqarib olinglar. Sizlardan ham iltimos qilib qolaman. Shu Rossiyaga kelgan yoshlarga ikki og'iz nasihatinglarni kommentariyada yozib ketinglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Mana do'stlar, videoni birgalikda tomosha qildik. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Siz qanday fikrdasiz?